Shu o'rinda ana shunday mazmum ixtiloflardan ba'zi bir misollar keltirishimiz mumkin. Masalan, Mu'tazila toifasi ahli sunnadan ajrab chiqqan mashhur toifalardan biri, ularning asosiy belgilaridan biri aqlni ko'p ustun qo'yadilar. Ayrim hollarda naqldan ham aqlni muqaddam tutadilar. Aqlga Alloh taolo bergan huquqdan ham ko'ra kengroq erkinliklarni berib, Allohning chegaralarini buzib yuborganlar. Ular o'zlarining e'tiqodlarini Qur'on oyatlari bilan isbotlashga urinib, oyatlarni o'zgartirganlar, ya'ni ma'nolarini o'zgartirishga harakat qilganlar. Masalan, ularning e'tiqodlarida oxiratda, jannatda mo'minlar Allohni ko'radilar degan aqida rad etiladi. Ahli sunna aqidasida esa mo'minlar jannatda Alloh taoloning jamolini ko'radilar. Alloh taolo bilan ular yuzma-yuz bo'ladilar. Ammo xuddi mana shu e'tiqodni Mu'tazila toifasi rad etgan. Bu e'tiqod esa Qiyomat surasining 23-oyatida aniq aytilgan. Ya'ni vujuhun yawma idin nadiratun ila robbiha nadira. Ana o'sha kunda nurli, baxtli chehralar o'zlarining Robbilariga nazar solib turadilar degan. Ochiqdan ochiq Allohning o'zi xabar bergan. Mo'minlar, baxtli insonlar, ularning oxiratda yuzlari nurli, go'zal, shunday baxtli, sururga to'la nurlar, to'la yuzlari bilan Robbilariga boqadilar, Robbilar bilan yuzma-yuz bo'ladilar degan so'zni, xushxabarni Allohning o'zi aytib turibdi. O'zi Qur'oni Karimda buni xabarini bergan. Ammo qalbi buzilgan, e'tiqodi o'zgargan insonlar, demak, Allohning oyatini ham qabul qilish baxtidan mahrum bo'ladilar. Jumladan ana shu Mu'tazila toifasi Allohni ko'rib bo'lmaydi. Bu dunyoda ham, oxiratda ham ko'rib bo'lmaydi. Chunki bu inson aqliga tushmaydi, to'g'ri kelmaydi, iloji yo'q narsa, bu mumkin bo'lmagan narsa deydilar va mana shu boradagi oyatni hatto ma'nosini demak ular o'zgartirib talqin qiladilar. Ularning nazarida oxiratda Alloh taologa qarab nazar solib turadi degan oyatning ma'nosi Alloh taoloning amriga qarab turadi, Allohning farmoniga muntazir bo'lib turadi degan ta'vilni berganlar. Bu albatta botil ta'vil va mana shu ta'villar tafsir kitoblariga kiritilgan. Ana shu toifalarning tafsir kitoblariga yozilgan. Yoki yana shunga o'xshash misollar Isroiliyot rivoyatlarida ko'rinadi. Ya'ni Banu Isroil qavmidan qilingan to'qima rivoyatlar tafsir kitoblariga kiritilgan. Jumladan masalan Nun surasining Nun val qalami va ma yasturun degan oyatining ta'virida ba'zi bir hadislarni to'qima, mavzu yoki munkar yoki zaif hadislarni keltirishgan. Ibn Kasir ana shunday rivoyatlardan birini fosh etadilar. Ya'ni bu oyatning ta'virida ba'zilar keltirgan rivoyatga ko'ra go'yoki yerni Alloh taolo ho'kizning shoxi ustiga o'rnatib qo'ygan. Eng pastida baliq turadi, kattakon bir nahang kit baliq turadi. Uning ustida esa Alloh bir ho'kizni turg'azib qo'ygan. Ho'kizning shoxiga esa yerni o'rnatib qo'ygan. Ho'kiz bir shoxi bilan ko'tarib turadi, charchaganda ikkinchi shoxiga oladi. Ana shu paytda yerda zilzila yuz beradi degan rivoyatni keltirishgan. Buni Ibn Kasir va boshqa ulamolar Isroiliyot va mavduatdan deb sanashgan, ya'ni to'qima, yolg'on hadislar va afsuski ana shunday hadislarni ba'zi tafsirchilar o'zlarining kitoblariga kiritganlar. Demak, e'tiqodda yoki ba'zi bir jihatlarda adashib qolgan mufassirlarning tafsirlaridan ehtiyot bo'lish lozim bo'ladi. Ba'zi bir mufassirlar esa o'zlarining faqat arab tilini bilishlariga ishongan holatda tafsir qilishga harakat qilishgan. Holbuki Qur'oni Karim tafsiriga qo'l uradigan odam arab tilini bilishning o'zi kifoya qilmaydi.
arab tili fani bilan qo'shimcha buning yonida yana bir qancha fanlardan xabardor bo'lgan bo'lishi kerak. Ana shunday mufassirlardan birlari Isro surasining 59-oyatida va atayna samudan naqatan mubsiratan fazalamu biha degan oyatini ta'vil qilganlarini keltiradilar misol qilib, ya'ni biz Samudga tuya ato qildik. Allohning so'zi haqligiga ochiq hujjat bo'lsin uchun tuya ularga ato qildik, bas u qavm unga zulm qildilar degan oyatni ta'virida mubsiratan kalimasini go'yoki tuyaga bog'lab, tuyaning ko'zi ochiq tuya, ko'zi bor tuyani hadya qildik degan ta'virni keltirgan ekanlar. Demak, bu ana shunday faqat tilning o'ziga kifoyalangan holda Qur'onga ma'no berishga uringan odamlarning xatolari. Demak, ahli sunna yo'lidan og'ib ketganlar har xil ko'chalarga kirganlar. Allohning kitobini tafsir qilishda o'zlarining fikrlariga yo qasddan yoki johillikdan suyangan holda botil so'zlarni oyatlarni ostiga yozganlar. Shunday ekan, Qur'on ma'nolarini o'rganishda sahih va ishonchli tafsirlarga suyanmoq lozim bo'ladi. Inshaalloh biz kelgusi suhbatimizda sahih tafsirlarda uchraydigan xilma-xilliklar haqida to'xtashga harakat qilamiz. Hozirgi so'zlarimiz esa adashgan toifalarga taalluqli, ularga tegishli bo'lgan tafsirlardan ba'zi bir jihatlarni keltirdik xolos. Inshaalloh kelgusi suhbatimizda ahli sunna va jamoa ulamolariga mansub bo'lgan tafsirlar orasidagi xilma-xilliklar va ularning sabablari va ularning foydalari haqida suhbatlashamiz. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.